Infinix brendi PUBG Mobile'a katta e'tibor qaratdi. PUBG Mobile'da zo'r FPS tutadigan telefonlardan Infinix Note 50 Pro bizning qo'limizda PUBG Mobile'da test etib ko'ramiz, qancha FPS tortadi ekan, 1-2 pluslari, fishkalarni ham aytib o'tamiz. Infinix Note 50 Pro smartfonimizda PUBG Mobile'a girib oldik. Xo'p, hammani kuttirmagan holda nastroykasiga giramiz, grafikasiga giramiz. Bu smartfonimiz plavnida Ultra, ya'ni 45 FPS ni ko'tarib beradi. Balansdan 45 FPS, vysokida уже 30 FPS. Men bu smartfondan ko'proq FPS ni kutib oldim. 60-90 bo'lsa kerak deb o'yladim. No 45 FPS da ajratib o'ynasangiz da bo'ladi, bugsiz, lagsiz, mikroqatishlarsiz. Chunki smartfonimizning displeyi 144 Hz AMOLED displey. Ya'ni qatishlar umuman sezilmaydi smartfonimizda. Xo'p, bundan keyin biz Delta Force o'yinidan o'ynab ko'rdik, boshqa prilojenalarni ishlatib ko'rdik. Yana bir smartfonimizning fishkasini aytadigan bo'lsak, bu kamerasida sun'iy intellekti qo'shilgani bo'ladi. Masalan, rasm olamiz. Kamerasini girib oldik. Xo'p, Studio AI ga girib olamiz. Last AI ga girib oldik. Va masalan, mana qo'limni o'chirib tashlaymiz bu yerdan stereo. Ishab turibdi. Internet bilan ishlaydi ekan. Internetni yaxshilasa, xudo xolasa qo'limizni qanchalik darajada o'chirib beradi ekan. Azoyib, umuman nala yo'q, qo'lim izlari yo'q, stulni rasmiy stul etib ko'rsatib beribdi. Bu zo'r fishkasi. Yana bir plusni aytadigan bo'lsak, bu smartfonimizning orqa qismida menda podsetkasi bor. Ya'ni masalan shu power bankni o'zinikida qo'yib ko'ramiz. Беспроводной zaryad oladi. Va zaryad olganda, zaryadga qo'yilganda, zvonok kelganda va boshqa prilojenalarda o'sha podsetkasi yonib, o'chib turadi. Agar bu smartfon sizga yoqqan bo'lsa, xarid etish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizlarni asosiy filiali Urganch filialida, Park yangi filialida, Ko'shyo'pir filiallarida kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.